Mana shunday go'zal yurtimizga ko'z tegmasin. Bilasizlarmi? Hozirda yurtimizda, respublikamizda rivojlanish yuksak templarda davom etmoqda. Xalqimiz hayoti farovon. Xalqimizni, elimizni xonadonlarda to'ylari bisyor. Mana shunday kunlarga yana bir kar aytib o'taman, shukrona aytishimiz kerak. Mana shunday bir rivojlanish bo'lib turgan bir paytda ayrim chet el mamlakatlarda esa qanday holatlar yuz berayotganidan barchamiz boxabarmiz. Biz konsert dasturiga tayyorlanish paytida ajoyib bir misralarga, she'riy misralarga duch kelib qoldik. Mana shu misralarni ijozat berasizlar, siz aziz mehmonlarimizga havola etamiz. Teatrimizni xizmatchi yigitlardan chiroqlarni o'chirishlarni iltimos qilamiz. Marhamat, barchani diqqati ekranimizga. Kutar ulfatlar, to'ylarga borasiz chiroyli bo'lib, qo'llaringizga to'lib ketar to'y xatlar. Tog' desangiz tog' bor, bog' desangiz bog', daryolar mavj urar, har tomon yashnar. To'lib toshib yotar to'liq bozorlar, kim nima izlasa o'shani topar. Doim sergak turing va ahil bo'ling. Vatanni avaylang, to'rtta tomonda yana bir chiroyli tong o'tmoqda. Baxtiyorlar yurti O'zbekistonda.